Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsızlık tıktanlar ekranımız olsun. Xitoy-Yaponiya munosabati jiddiylashishiga qarab yuzlandi. Yaqindan beri Xitoy bilan Rossiyaning yaqinlashishi shundaqli rayondagi bir qator buzg'unchilik harakatlari sababli Xitoy bilan Yaponiya munosabati jiddiylashishga boshladi. Xitoy to'rining 16 avgustdagi xabarida bildirilishicha, 14 avgust tushdan keyin Xitoy Mudofaa ministrligi axborot idorasining boshlig'i, Davlat Mudofaa ministrligining axborot bayonotchisi Wu Chen Xitoy bilan Yaponiya munosabatiga aloqador masalalar to'g'risida uchur e'lon qilgan. Bir muxbir bayonotchi Wu Chen'dan yaqinda Xitoy-Rossiya armiyalari 3-qatimliq dengizda birlashma chorlash elib bordi. Yaponiya Mudofaa vazirati bir tutash nazorat qilish bo'limi e'lon qilgan xabarda Xitoy-Rossiya dengiz armiyalari paraxodlari Zungo bo'g'zi orqali Oxotsk dengiziga kirdi. Yaponiya dengiz qo'g'dinish atriti paraxod va aeroplan avatib iz qo'g'lab kuzatdi. Undan boshqa Amerika parlamenti Avam palatasi harbiy komitetining raisi yaqinda Xitoy-Rossiya dengiz armiyalari atritining Alyaska atrofida birlashma chorlashdagi maqsad Amerikani qo'rqitish dedi. Xitoy taraf buningga qanday baho beradi deb so'ragan. Wu Chen bu haqda Xitoy-Rossiya ikki davlat armiyasining yillik hamkorlik planiga asosan ikki davlat dengiz armiyalarining harbiy paraxod atriti Tinch okeanining g'arbiy qismi va shimolidagi aloqador dengiz tavalligida dengiz usti birlashma chorlash qilganligini, bu qatimqi harakat 3-tarafga qaratilmaganligini, navbatdagi xalqaro va rayon vaziyati bilan munosabatsiz ekanligini, chorlash jarayonida Xitoy-Rossiya ikki tarafning harbiy paraxodlari xalqaro qonunga qattiq rioya qilib butun masofada ochiq dengizda qatnaganligini, Yaponiya tarafining yaqin orliqdan iz qo'g'lab ko'zitishi intayin xatarlik bo'lib, osonlik xato tushuncha berib, havodagi tasodifiy voqealarni keltirib chiqaradiganligini bildirgan. U so'zining oxirida biz Yaponiya tarafini Xitoy-Yaponiya ikki taraf munosabatining sog'lom taraqqiyotiga ta'sir yetkazadigan, rayon tinchligi, muqimligiga ziyon yetkazadigan harakatlarni to'xtatishga da'vat qilamiz deb bildirgan. Xitoy Hindiston qo'mondan darajalik suhbat o'tkazdi. Xitoy bilan Hindistonning yaqinqi yillardan beri chegaradagi tirikishishi kuchaygan bir paytda vaziyatni pasaytirish maqsadida qo'mondan darajalik suhbat o'tkazdi. Al Jazeera to'rining 16 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston bilan Xitoy orasida o'tkazilgan qo'mondan darajalik suhbatda chegara rayonida tinchlik va xotirjamlikni qo'g'dashga va'da bergan. İki tarafning Davlat Mudofaa ministrligi yakshanba kuni o'xshash bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda Xitoy va Hindiston harbiy qo'mondonlarining talash tartibdagi chegara rayonida tinchlik va xotirjamlikni saqlashga qo'shilganligi, 19-navbatlik qo'mondan darajalik suhbatning 2 kun davomlashganligi, chegaraning g'arbiy qismidagi amaliy kontrol liniyasiga munosabatlik masalalarni hal qilganligi, ikki taraf qolgan masalalarni tezdan hal qilishga qo'shilsa-mu, ammo ikki tarafda yo'l qo'yish alomati ko'rilmaganligi bildirilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin chorshanba kuni Chushul Moldo bozoridagi Hindiston armiya punktida o'tkazilgan suhbatni maqtab, ikki tarafning harbiy va diplomatik yo'llar orqali aloqa va suhbatning harakatlantirgich kuchini saqlab qolish irodasini gavdalantirganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston Xitoyni 1990-yildan boshlab imzolangan kelishimga xiloflik qilib, talash tartibdagi chegaraning Hindiston tarafiga tajovuz qildi deb ayblagan. Xitoy bu ayblashni rad qilib, yangi deklini chegaradan halqib ketdi deb ayblagan. 2020-yili yuz bergan Hindiston bilan Xitoy armiyasi orasidagi to'qinishdan buyon garchi 19 qatim harbiy qo'mondan darajalik suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, biroq jiddiy vaziyatni pasaytirmagan. Xitoy fidoilar mulozimati nomida Sharqi Turkistonga oqqullarni ko'chirdi. Xitoy doiralari Sharqi Turkistonga tajovuz qilib besib olgandan beri Xitoy oqqullarni har xil nomlar bilan Sharqi Turkistonga ko'chirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan beri atalmish Xinjiangni xitoylashtirish nomida Xitoy oqqullarni ko'chirishni davomlashtirmoqda bo'lib, bu qatim atalmish universitet o'quvchi fidoilar mulozimati nomida Sharqi Turkistonga maxsus tur bo'yicha Xitoy oqqullarni ko'chirgan. Atalmish Xinjiang gazetining 17 avgust xabar qilishicha, atalmish avtonom rayon doiralari 15 avgust Urumchida 2023-2024-yillik atalmish universitet o'quvchilari fidoilar mulozimati nomida g'arbiy qism plani bo'yicha maxsus Xitoy oqqullarni kutib olish marosimi o'tkazgan.
Murosimga atalmış Abdunum rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Shingruy, atalmış Abdunum rayonining Qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz, atalmış Abdunum rayonluq xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Qo'rchoq amaldor Zumrat Ubul, atalmış Abdunum rayonluq siyosiy kengashining raisi Qo'rchoq amaldor Nurlan Abilmajin qatorliqlar qatnashgan. Bildirilishicha, bu yil atalmış universitet o'quvchilari fidoilar mulozimati g'arbiy qism plani yo'l qo'yilganligining 20 yilligi bo'lib, 20 yildan buyon Xitoy ilgari keyin bo'lib, bu nomda 44 mingdan ortiq Xitoy oqqullarini atalmış islohot taraqqiyot muqimlik nomida Sharq Turkistonning yezi qishloqlariga o'rinlashtirgan. 2023-2024 yillik atalmış Şinjan g'arbiy qism plani bo'yicha Sharq Turkistonga ko'chirilgan Xitoyning ko'lami 10 mingdan oshgan. Bu ko'chman Xitoylarning hammasi Xitoyning 30 o'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shaharlaridan ko'chirib kelingan. Qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz so'z qilib, avtonom rayon partiya komiteti g'arbiy qism plani fidoilarini qizg'in qarshi oladi deb bildirgan. O'tgan yili Xitoy xabar manbalaridan egilishicha, Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani doirasida Xitoy oqqullarni Sharq Turkistonga ko'chirib yerlashtirish harakatini planli holda davomlashtirgan bo'lib, 2022-yili butun Xitoydagi 2300 dan ortiq oliy maktabdan kelgan 250 mingdan ortiq o'qish bitirgan o'quvchi va o'qiyotgan aspirantlar g'arbiy rayon plani, ya'ni Sharq Turkistonni xitoylashtirish planiga tizimlatgan. Bildirilishicha, Xitoyning bu yillik plani bo'yicha atalmış fidoilar rayondagi madaniyat va ma'arif, asosiy qatlamdagi ijtimoiy boshqarish, saqliqni saqlash, asosiy qatlam qurilishi qatorliq sohalarga o'rinlashtirilgan. Ular tizimlatgandan keyin 5 kunlik xizmatdan burunqi tarbiyalashga qatnashadigan bo'lib, mashqdan keyinlab plandagi o'rinlarga taqsim qilingan. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonning bulung pushqoqlariga turkumlab oqqon Xitoylarni yerlashtirayotgan bir paytda Sharq Turkistonning asli sohiblari bo'lgan universitet bitirgan oliy ma'lumotli sanoqsiz yoshlari ishsiz qolmoqda va yoki 5-amgak kuchi nomi bilan Xitoy o'lkalariga va Sharq Turkistonning boshqa joylariga surgun qilinmoqda va yana sonsizlig'anlari Xitoyning majburiy amgaklariga selinib qul o'rnida ishlatilmoqda. Sudandagi ichki to'qinishda 4 mingdan ortiq odam hayotidan ayrildi. BDT amaldori Volker Türk apandining oshkorlashicha, Sudandagi ichki qurolliq to'qinishda 4 mingdan ortiq odam hayotidan ayrilgan. Al Jazeera to'rining 16 avgust xabar qilishicha, 15 avgust Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq ishlari bo'yicha yuqori darajalik maxsus xodimi Volker Türk apandi Sudandagi ichki to'qinish ahvoli haqida ma'lumot e'lon qilib, Sudanda ichki qurolliq to'qinish portlab hozirgacha oz degandimi 4000 odam hayotidan ayrilganligini, buning ichida 28 nafar insonparvarlik qutqizish xodimi va 435 nafar bola borligini bildirgan. Uning ko'rsatishicha, to'qinish kaskin bo'lganlikdan nurg'un qazo qilguvchilarning jasadi texi yig'ib olinmagan va farq atkili bo'lmaganlikdan qazo qilganlarning aniq sonini bekitish nihoyat tez bo'lib, qazo qilganlarning soni buningdan xilili yuqori bo'lishi mumkin ekan. Volker Türk apandi yana Sudanda hozir taxminan 20 million 300 ming odam ochliq bexatar bo'lmaslik ahvoliga duch kelmoqda. Bu son bu yil 5-oydagidan bir hassa degudek qatlandi. Az deganda 700 ming bola ig'ir darajada uzuqlik yetishmaslik kasaliga giribtor bo'lib, o'lim xavfiga duch keldi, dedi. Volker Türk yana Sudandagi qurolliq to'qinishayotgan taraflarni darhol urush to'xtatib, siyosiy suhbatni asliga keltirib, xalqaro insonparvarlik qonuniga rioya qilib, insonparvarlik qutqizish xodimlarining urush rayoniga kirib, Sudan xalqiga yordam berishiga yo'l qo'yishga da'vat qildi. U yana xalqaro jamiyatning Sudandagi qurolliq to'qinishayotgan qaysi taraflarga besim ishlatib, to'qinishni tezdan oxirlashtirishga hamda insonparvarlik yordam berish organlarini qo'llashni kuchaytirib, kun sari keskinlashayotgan insonparvarlik krizisiga taqobil turishga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, Sudandagi qurolliq to'qinish 4-yilning 15-kuni Sudan poytaxti Xartum va uning atrofida portlagan. Orqadan Sudanning boshqa rayonlariga yamragan hamda hozirgacha shiddatli davom qilmoqda. Lei Ching-tening New York ziyorati Xitoyning noroziligini qo'zg'adi. Tayvanning muavin prezidenti Lei Ching-tening Paragvayga berish safarida Amerikaning New York shahriga qilgan ziyorati Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Tayvanning muavin prezidenti Lei Ching-te Paragvay ziyaratidan qaytishdimi Amerikaning San Fransisko shtatida dam oldi. Lei Ching-te tunugun San Fransiskoga kelgan bo'lib, uni Tayvanning Washingtonda turishliq vakili va Tayvandagi Amerika institutining mudiri Laura Rosenberger qarshi oldi. Lei Ching-te aerodromga yaqin bir mehmonxonada qo'ngan bo'lib, mehmonxonaning oldida Tayvan bilan Xitoyning birlashishini talab qiladigan Xitoylar namoyishi o'tkazdi.
Lay Ching-te ijtimoiy aloqa to'rida hambaharlagan uchurida kunduzi Amerikada turishliq tayvanliklar bilan ko'rishadiganligini bildirdi. Tayvanda kelar yili o'tkazilmoqchi bo'lgan rahbarlik saylovida hokimiyat beshidagi Demokratik taraqqiyot partiyasining kandidati bo'lgan Lay Ching-tening Paragvayni ziyorat qilishdan ilgari Amerikaning Nyu-York shahrida o'tkinchi ziyoratda bo'lishi Tayvanni o'z zaminining bir parchasi deb da'vo qilayotgan Xitoyning noroziligiga uchragan edi. Xitoy o'z zaminining bir qismi deb da'vo qilayotgan Tayvan Xitoy rejimi qurilgan 1949-yildan buyon amaliy mustaqillikdan bahramand bo'lib kelmoqda. Xitoy doiralari atalmish bir Xitoy prinsipini ta'kidlab, Tayvanning boshqa davlatlar bilan mustaqil diplomatik munosabat o'rnatishiga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarda vakil turg'izishiga to'sqinlik qilib qolmay, Xitoyni e'tirof qilgan davlatlarning Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarni uzib tashlashini shart qo'shib kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.